Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Qalbning to'ridan adabiyotga joy bergan so'z sehri bilan sizlashgan qadrdonlarim. Bugun bu yerga nafaqat bir tadbirni nishonlash uchun, balki insoniyatni kashf etgan eng buyuk mo'jiza kitob bayramiga yig'ildik. Biz bugun ma'rifat eshiklarini keng ochib, kitobxonlik haftasiga start beramiz. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'zni Marhamat tuman axborot kutubxona markazi direktori Davlat va Zulfira opaga so'zni beramiz. Marhamat opa, so'z sizga. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz jajji, bilimga chanqoq o'quvchilar. Mana bugun respublikamiz miqyosida 6-respublika kitobxon haftaligi boshlanish arafasida turibmiz. Har bir tuman kutubxona markazlarida ushbu kun bir haftalik kitobxonlik bayramiga bag'ishlangan tadbirlar ketma-ketligida bir hafta sizlarni eng zo'r, eng yaxshi tadbirlar bilan xursand qilmoqdamiz. Shu munosabat bilan bu yerga yig'ildik. Men bugun sizlarni oldilaringda ushbu haftalikni ochiq deb e'lon qilaman. Ziyo maskanimizga xush kelibsizlar. Kitobsevar jajji farzandlarim, avvalambor mana kitobxonlik haftaligi ochilishi munosabati bilan hammalaringizni muborak bayram bilan tabriklayman. Shayx Muhammad Sodiq hazratlari aytar ekanda, bugun kitob o'qigan inson kechagi odam emas deb. Qarang, bugun siz qancha ko'p kitob o'qisangiz, yangi inson bo'lar ekansizda. O'rtoqlaringizga, dugonangizga, do'stlaringizga ularga ziyo o'rgatadigan bir yaxshi inson bo'lar ekansiz. Shayx Imom Buxoriy aytadi, dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagaydi. Demak, qancha ko'p kitob o'qisak, ilmimiz oshadi. To'g'rimi? Ilmdan boshqa najot yo'q. Ilmsiz inson bu ko'r odam deydi. Lekin ilmi bor inson, ko'zi ochiq, dunyoni ko'radigan, yangilikka intiladigan, vataniga, yurtiga xizmat qiladigan, ota farzandning yuzini yorib qiladigan, ustozlarni osmonga olib chiqadigan insonlar kim bo'ladi ular? Ilmli insonlar bo'ladi. Ilm olish uchun, ilm o'rganish uchun nima qilish kerak? Avvalo kitob o'qish kerak, ko'proq ustozlar aytganini qilish kerak va chiroyli inson bo'lib jamiyatga xizmat qilish kerak. Men sizlarni mana shu boshlanayotgan yangi bayram bilan va chiroyli ilmli inson bo'lib jamiyatga, yurtimizga hurmatli prezidentimiz ishongan kelajak avlod, kelajakka xizmat qilasizlar degan yaxshi tilak bilan qolaman. Bayramdan muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.